Otaxon aka, qayerdamiz hozir aka? Qashqadaryoda Qamashi tumanidamiz. Qo'qondan 10 soatdan oshiq. 10 soatdan oshiq yurib keldik. Aka. Tunuka sotsangiz, Qo'qonga, atrofdagi tumanlarga zakazlar bo'lgan. Menimcha, sizga ham birinchi marta mana hozir uzoq kelishsiz. Birinchi marta uzoq soha uchun. Dam olgani borlaradi. Zominga boshqaga. Albatta. Ishingiz sifatida o'zingiz mana mehr berib chiqaradigan mahsulotingizni qanaqa qo'yilgan? Ko'rish sifatida Qo'qondan tashqari berib birinchi marta keldik. Tomosha qildik. Qari aka birinchi emotsiyalar. Juda ham zo'r, ajoyib. O'zi yo'lda o'zi kayfiyati ko'tardi. Mashaqqat sezilmadi bizga? Yo'q, sezilmadi. Bizlar mana komanda bo'lib, bu joyda egalari xursand bo'lganida o'zi biz mazza qildik. Endi to'g'ri, bu yerda ham ustalar bor o'ziga yarasha, lekin endi hamma joyda sohasini o'zini ustasi bo'lganda bular ko'rib albatta xursand bo'lishdi, juda ham mamnun, joyda egalari ham, Xudo xolasa. Shuning uchun o'zimiz ham imminni ko'rgani keldik, qiziqib. Qashqadaryoda turib, bo'lib ham Qamashi tumanida turib, Qo'qon shahrida, bir Dang'aradagi albatta Tunuka sexga, Tunukafon zakaz qilib, kelib qo'ydirishligi biz uchun faxr bor. Faxr, albatta faxr. O'shaning uchun mana biz hozir Otabek aka bilan keldik. Bir mana choyxona, to'yxona, odamlarga xizmat qiladigan endi maishiy xizmatxona bu. To'ppa-to'g'ri. Bunaqa joylarda endi sanasi ilojisi yo'q, bilaman. Sir bo'lmasa, masalan, nechta shunaqa obyektga qo'ygansiz o'zi? Xo'p, bunaqa obyektlardan bizda juda ham ko'p bo'lgan, juda ham sanog'i yo'q. Lekin mana shu o'zimizni Qo'qondan, vodiydan tashqariga chiqqan holatimiz endi birinchi marta bo'lyapti. Aslini olganda o'zimizda Qo'qonda, masalan, choyxonalar, to'yxonalarga qo'yib bergan joylarimiz juda ham ko'p. Bular vohada birinchi marta. Vohada birinchi martamiz, albatta. Mana hozir Otabek aka kelganimizni bilib qolib turib o'zi, nechta klient telefon qilishyapti. Hozir bu yerdan chiqib biz to'g'ri bir 6 ta, 7 ta klient kelinglar olaman, tunuka qildiraman, tom qildiraman deb yozyapti. Xuddi shunaqa. Hech yo'q bittasiga bo'lsa ham dedim hozir Otabek aka bilan borib, xolos boramiz. Biz jarayonda yanada tanishmoqchimiz. Endi ko'pchilik bilmaydi. Otabek akam va ko'pchilik hozir faqat shu metall stroyda rahbari sifatida taniydi. Otabek akam o'zlari ustalikdan chiqqanlar. Albatta. Biz yoshligimizdan shu soha bo'yicha ustalikdan chiqqanmiz. Shu haqida hozir gaplashamiz. Biz bu syomkasiga kelishda Otabek akamdan bir 5-10 minut chamasi vaqtliroq keldik. U holatni ko'rib, mana hozir shu komandada sahna orqasida odamlarni o'zi bilan ham biz aytib yubordik, aka ko'rib, alkafon qilinibdi-yu. Ish qilib, lokatsiya to'g'ri berilibdi, adres to'g'ri berilibdi. Biz tunuka sotsak, biz tunukachi bo'lsak, ular alkafon qo'yib yuborib, birovda shirin videoga olmaymizmi deb hayron qoldik. Haqiqatan hazil emas. Haqiqatan endi alkafonga o'xshab ketdi. To'g'ri. Keyin kelib o'zidan so'radi, aka bu aniq biz ishmi? Deganimizki siz aytdingiz, bu biz ish faqat bo'lma, tunukaning eng sifatlisi, matoviy, shu tovlanadigan, yaltiroq. Yaraqlab turibdi bu. Alkafon bilan birga bir chiqadi. Bu eng sifatli tunukamiz, 20 yil garantiya sertifikatlari bilan zavod tomonidan beriladi. Eng sifat yuqori mahsulotlardan ishlatdik bekka. Endi o'sha klient xohishiga qarab, arzondan desa arzon, qimmatdan desa qimmat. Demak, bularda o'zi talabi yaxshi. Bularda o'zlari talablari, eng sifatlisi bo'ldi. Sifatlisini qo'ydi-da, siz qilib berdingiz, muammosiz. Albatta. Bu Qashqadaryoga keldi. Yo'l uzoq ekanini turib, narx-navo o'zgartirmadingizmi? Yo'q, narx-navo umuman o'zgargani yo'q. Nabarot kerak bo'lsa, ob'yom kattaligini hisobiga skidka qilib berdik. Haqiqatan ham skidka qilib berdik. Misol uchun 60 ming sotib turgan patologimizni bularga 58 mingdan qilib berdik. 58 mingdan. Shu yo'lni hisobiga ham, yo'l kira qilishlarini hisobini olib, skidkasini qilib berdik zo'r qilib. Daja agar demak Qo'qon shahridan tashqarida zakaz qilsangiz, albatta yo'l kirosini o'ylagan holatda arzon qilib skidka qilib beramiz. Skidka ham bor. Inshaalloh. O'zi hozir Instagramda ko'pchilik bizni biladi. Bizda hozir o'lchab berish bepul. Maslahat bepul. Dizayn shakl tayyorlab berish bepul. Buni ustiga mana demak Otabek akam ularga o'zlari bilan gaplashsalaring, raqamlarni qoldirib qo'yamiz. Demak katta ob'yom zakaz qilsalaring, yana chegirmasiz. Albatta qo'ldan kelgancha mijozlarni xafa qilmagan holatda zo'r narx qilib beramiz, xudo xolasa. Aka betga qilinibdi, mana hozir ko'ryapmiz, bizda sal qurg'oqchilik. Keyin quyosh o'ta o'tkir. Garantiyamizning muddati o'zgarmasmikan bu yerda? Yo'q, garantiyamiz mana shu O'zbekistonda quyoshning iqlimiga moslashgan iminoy. Shuning uchun bemalol o'verin, qo'rqmasdan zavod ham garantiya beradi. Biz ham o'zimizning garantiyamizni zavodga qo'shib turib biz ham bera olamiz bemalol. Xudo xolasa o'zgarmaydi. 20 yil bemalol bera olamiz. Alloh umr bersa deb. Xudo xolasa inshaalloh. 20 yildan keyin kelsak ham turgan bo'ladi. Albatta turgan bo'ladi, xudo xolasa. Aka, keyin hozir men kommentariyalarda o'qiyapmiz, ko'ryapsiz, Instagram portlayotibdi. Odamlar fikr qiziqda endi baribir. To'g'ri. Tunukada eng ko'p ishlatilgan gaplardan bittasi, bu qizib ketsa yondirib yuboradi, lekin kuydirib yuboradi. Shunaqa holat bo'lgan. Yo'q, unday holatlar umuman kuzatilmagan. Shu mana shu 25 yildan beri shu soha ichida bo'lsa, hali biron marta unday holat ko'rmaganman, men kuzatmaganman. O'zingiz ishlagansiz, o'zingiz albatta, o'zimiz ishlaganmiz, o'zimiz bilamiz. O'zimizni uylarda misol tomi ham o'sha bir 20 yil oldingi, misol bilamiz.
zo'r holatda turibdi. Umuman unaqa narsa yo'q. Demak, bu bekorchi ekan. Albatta bekorchiga. Yo'q gapni gapirib ohim ekanda. Sifatli narsa olinsa, albatta hamma sohada ham sifatli narsa baribir umri uzoqroq bo'ladi. Keyin bularni yuvib artishdagi nima kamchilik, nima bilan yuvsa yaxshi? Endi hamma narsaning o'zining siri bor-ku. Buni xohlagan usulda yuvish mumkin. Farqi yo'q. Buni parashoklab yuvanimi, gellab yuvanimi, karcherlab yuvanimi, umuman hech narsadan qo'rqmaydi. Kraskamiz hattoki men videolarni sizga tashlab beraman. Kislotalarda qilingan videolarigacha bor. Kislota ham kerak bo'lsa o'chirilmaydi. Demak, qarang, kislota deysizmi, parashok deysizmi, gel deysizmi, yuvoradi. Yuvoradi. Bemalol qo'rqmasdan yuvoradi. Rangiga ta'sir qilmaydi. Yo'q, rangiga umuman ta'sir qilmaydi. Nima ishlatilgan shu darajada ishga ta'sir qilmas aka u? O'tda yonmas, suvda ketmas. Tunikafonga. Buni asosiy sababi kraskasi o'sha Amerikaning eng karanda, eng sifatli kraskalaridan sepiladi. Samarqand zavodida hozir so'nggi texnologiya. Hali umuman deylik Rossiya MMKda ham unaqangi oxirgi vipska stanolar yo'q. O'zbekistonda mana shu birinchi bo'lib haqiqatan qo'yilgan liniya juda ham zo'r Samarqandniki. Dunyo Samarqand chempion. Chempion. Hozir haqiqiy chempioni Samarqand. Kerak bo'lsa, men o'zim holatimdan kelib chiqib aytalamanki, biz rossiyskiy tunikani ham ishlatyapmiz. Rossiyskiy tunikadan ham sifati o'ta darajada yuqori. Chunki rossiyskiyda ham cherepitsalarda ikkita joyini tilib qo'yapti, lekin Samarqandda o'sha garantiyali tunikasida umuman holat kuzatilmayapti. Juda ham zo'r, kraskasi baquvvat. Endi men o'ylayman, Otabek ham 25 yillik tajribada shu gapni gapiryaptilar. Demak, haqiqatda Samarqand tunika ekanda chempioni. Albatta, juda ham ajoyib holatda chiqyapti. Patologiyada hamma mayda narsalarini umuman tunikafonda to'liq bizda demak hozir bizani u qimmat apparatimiz qilgan. Apparatimiz qilgan. Shu karnezlarini-yu, tunikani bosishlarini hammasini o'sha qimmat apparatda qilingan. Bu yerda qo'l mehnati yo'q, lazerda pichib o'sha apparatimizda bosilgan. Shuni hisobiga ham juda ham choklari ham zo'r chiqqan, ishchi sifatini yana ham yuqori qilib bergan. Bu karnez tayinlaysiz. Shu karnez ham o'zi apparatniki. Apparatniki. Buni hali naklakasini shilishmabdi. Buni bo'yagandan keyin shilib tashlashadi. Buni shilingan. Uni oxirida shilib tashlashadi. Siz o'zingiz naklakada berasiz? Naklakada tayyor beramiz. Hali ishlab, so'ngida, ishni so'ngida bemalol shilib tashlanaveradi. Juda ham holat zo'r chiqibdi, lekin o'zim ham ko'rib, ustalarimizni mahoratiga ham qoyil qoldim. Ertaga suv tegsa, suv tomsa, zanglab. Yo'q, zanglashlar bo'lmaydi. Buni faqat bitta tarafini inobatga olish kerak. Bolgarkada kesilsa, zanglash ehtimoli ko'proq bo'ladi. Chunki bolgarkaning struchkasi o'tadi, u joydan keyin zanglash bo'lishi mumkin. Shuning uchun qaychida kesishni tavsiya beramiz. Siz bu texnologiyani qachon olgansiz o'zi? 2 yil bo'ldi, bu 2-chi yil. Demak, sizda o'sha shu bilan shug'ullanib ishlagan ustalar bor. Bor. Spes ustalar bor. O'sha hisobga olib bolgarka ishlatmasdan qaychi qilib, shu akkuratni ishlaydigan ustalarimiz bor-da. Zakaz bersa bo'ldi. Zakaz bersa bo'ldi. Usta deysizmi, mahsulot deysizmi, yetkazib berish deysizmi? Hali butun jarayon sizda. Yugurib yurmaydi. Yo'q, yurmaydi. Men bilaman, usta ishlatgan odam tunikani sizdan oladi, rekaga o'zi boradi, samaradiga aql yuguradi, tepasi turadi o'zi. Sizda unaqa jarayon yo'q. Bizda shu 4 metr reka yetmay qoldi, samariz olib kelib ber, maqob kelib ber degan narsalar yo'q. Lesani pulini ber. Hamma narsasi shunday o'zimizdan boramiz, 100% qilib beramiz, xudo xolasa. Haqiqatda zo'r. Hali qildirmoqchi bo'lgan odam puli naqd bo'lsa bo'ldi ekanda bizga. Albatta, xuddi shunday. Pulingiz naqdmi? Metal stroyga mana 4 ta nomer qoldiramiz. Ras telefon qiling. Surxondaryo deysizmi? Nukus deysizmi? Butun O'zbekiston bo'ylab 12 ta viloyatga. Hatto aytayaptilar, Qirg'iziston, Tojikistonga ham shu paytgacha yetkazib kelyapti. Albatta yetkazib beryapmiz. Demak, har o'zi bor zakaz. Bor, zakazimiz bor. Hozirgi kunda hattoki hozir Afg'onistondan ham bizga o'sha kinetlar, katta quruvchilar murojaat qilishgan. Biz hozirgi kunda vizamizni tayyorlayapmiz. Xudo xolasa shu hayitdan keyin xudo xolasa albatta Afg'onistonga ham borib, ular bilan hamkorlik qilmoqchi bo'lib turibmiz. Narxlarimizni berdik, juda ham xursand bo'lishdi. Afg'onistonda asosiy Xitoydan olib kelishar ekan, lekin bizni narxlarni ko'rib, ishchi sifatini ko'rib, bizga murojaat qilishyapti. Bizni kutib turishibdi xudo xolasa. Hayitdan keyin aytgan inshaalloh boramiz. Demak, biz ham komanda bilan viza olib Afg'onistonda avzorga borib qolishimiz mumkin inshaalloh. Albatta. Endi xabarim bor aka, o'zi hozir ko'p qurilish egalari Afg'onistonga qiziqyapti. Xuddi shunaqa. Nimani hisobiga? Bu birinchidan O'zbekistonda mana bilasiz, ishlab chiqarish juda ham kuchli. Qo'shni Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikistonga qaraganda O'zbekistonda hamma mahsulot, qurilish mahsulotlari ishlab chiqarishi juda ham kuchli, zo'r, keyin arzon. Shuni hisobiga hamma Afg'onistondagilar bizga O'zbekistonga rosa qiziqish bildiryapti. Haqiqatda bizda odamlar ish bilan olib ketdi-da. Nima tema bo'lsa, mana hozir
biz tunuka tomlarda reklama qilamiz, kommentariyada ko'ramiz. Juda ko'p ekan. Juda ham ko'p, juda ham ko'p. Demak, bemalol biz chet elga chiqadigan darajada, Xudo xolasa, raqobat qiladigan darajada bor. Albatta. U bizning ish sifatimizga ta'sir qilmaydi. to'ppa-to'g'ri. Ha, yetkazib berishimizga ham ta'sir qilmaydi. Xuddi shunday. Muammo faqat bizni shu viza to'xtatib turibdi, xolos. Ha, biz faqat hozirgi kunda shu vizamiz to'xtab turibdi. Inshaalloh viza ham chiqib qoladi. Xudo xolasa borib hamkorlik qilib kelamiz, xudo xolasa. Alloh nasib qilsin. Biz hozir Qo'qon shahridan 12 soatda yo'l yurib shu obyektimizni tunuka fonini ko'rish uchun keldik. Qo'qondan olganliklar uchun biz xursand bo'lib, faxrlanib, chunki bularga qo'shni viloyatlar. Samarqandda ayniqsa kuchaygan. To'g'ri, juda ham kuchli. Hatto biz mana mahsulotlarning aksarini Samarqanddan olamiz. Samarqanddan olamiz, ha, listlarni. Ha, bular yoniga qo'shni. Samarqand ularga 1,5 soatlik yo'lda. 1,5 soatda olib kelsa bo'ladigan variant turib, bular Qo'qondan olganligiga biz xursand bo'lib, ishimiz demak yoqibdi deb kelib oldik. Albatta. Kimga shunaqangi sifatli tunuka fon deymizmi, tom deymizmi, bemalol Metal Stroyga murojaat qilishlari mumkin. Quyidagi raqamlarni qoldirib qo'yaman. Otabek akam bilan bog'lansalaring, aytganlaridek pulni naqd sanasalaring bo'ldi. Butun jarayonda akam hal qilib beradilar. Inshaalloh. Kattakon rahmat.